Kvartiramizning narxi 22.500. Birinchi etajdamiz. Mana sanuzelimiz. Ha, bitta remont qilib olsangiz hamma yoq zo'r bo'lib qoladi. Uyda egasi remont qilib berar ekanmi? Nimaga? Ha, bo'ldi. Yurakdan chiqqan garuvchi remont qilib beriladi. Mana yerda so'ri bor, tapchan. Mana shu yerda bemalol buru o'ynab o'tirsiz bo'laveradi er-xotin. Ha? Pastki raqamda barakiga tushun yaqinlashishga. Oldida bir so'tcha agaroti ham bor ekan uyda. Bu yerda oshxona, paxtapol, gaz plita ham yo'q bor, chotki. Mana yerda spanligimiz. Telefon qilsalar ham xudo xolasa 22.5 ga baraka qilib yuboramiz. Pastki raqamda telefon qiling. Nechim bo'ldi o'zi? To'g'riroq aytsamiz, Marg'ilonda Cheramushkada masjid arka ko'cha bor. Arka ko'chadan kirganingizda jichursinda chap qo'lga burilish bor. Chap qo'lga burilganingizda dom birinchi etaj bir sotiy agarotlar bilan 1 minutda o'tdimi videomiz? Endimi? Pastki raqamda telefon qilsalar ham baraka qilib yuboramiz. 22.500 Marg'ilondan so'raganlarga.